eng rivojlangan, ko'p tarqalgan, dunyoning 180 dan ortiq mamlakati qo'llaydigan tizim bu bozor iqtisodiyoti hisoblanadi. Faqatgina shakllari har xil hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotida demak xususiy mulk, siyosiy va iqtisodiy jihatdan raqobat, bozorda talab va taklifning nisbatan obyektiv paydo bo'lishi bozor iqtisodiyotini tashkil qiladi. Umuman bozor iqtisodiyotini tashkil qilishda mamlakatlar xususiylashtirish siyosatidan ko'p foydalanishga harakat qilishadi va bozor iqtisodiyoti insonlar hayotini yaxshilashga harakat qiladi. Biznes kompetensiyalari, sektorlar, iqtisodiy infratuzilmalar emas, balki iqtisodiy xavfsizlikni rivojlantirganimiz sari mana shu iqtisodiy jinoyatlar shunga qarab topqirlashib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu ma'noda bozorda axloq yo'q, lekin bozor to'liq axloqsiz emas degan iborani iqtisodchi olimlardan eshitishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, iste'molchilarning xulq-atvori ham bozorning asosiy segmentini belgilab beradi.